Barchaga assalomu alaykum deb bugungi videomizni boshlaymiz. Bugun mana shunaqa ajoyib bo'lgan kartoshka hamda tovuq go'shtidan tayyorlangan taomni tayyorladim. Juda ham mazali bo'lib chiqdi va hamda retseptini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yuvib tozalangan kartoshkamizni bo'laklarga bo'lib, qozonimizga yog' solib, kartoshkalarni asta-sekinlik bilan qovurib, qizil tusga kiritib olamiz. Kartoshkamiz qovurilgancha tovuq oyoqchalarini mana shunday holatda kesib olamiz, chunki orasiga tuzni shirasi kirishi kerak. O'shaning uchun orasini mana shunday kesib tuz sepdim. Bu taomga qancha piyoz ko'proq solsangiz, shuncha mazali hamda shirali bo'lib chiqadi. Piyozlarni ham to'g'rab, bir chekkaga olib turdim. Kartoshkadan xabar oladigan bo'lsak, mana shunaqa rangi tuzga kirib va uni yog'dan ajratib olamiz. Kartoshkalarimiz sirti qirtillama, ichi esa yumshoqqina bo'lib pishib chiqdi. Juda ham mazali, chiroyli ko'rinishga ega bo'lib, qozondagi ortiqcha yog'ni esa olib tashlab, ustidan esa tovuq go'shtini solib, yaxshilab qizarguncha qovurib olamiz. O'rta olovda qizarib chiqqan go'shtimizni ustidan esa piyozimizni solib, tilla rang bo'lguncha yaxshilab aralashtirib, qovurishni davom ettiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, piyozimizni suvi chiqib, o'z rangini o'zgartirdi. Endi keyingi jarayonga o'tamiz. Kartoshkamizni solib, ta'bga ko'ra tuz va sevimli bo'lgan ziravorlarimizdan qo'shamiz. Men zira hamda qora murchdan qo'shdim. Ortiqcha hech narsa qo'shmadim va 50 milcha bug'da ozgina dimlanish uchun suv qo'shdim. Qopqog'ini yopib 25-30 daqiqaga dimlab qo'ydim. Va ko'rib turganingizdek, mana shunday shirali va mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Yanada osonroq taomlarni joylashga harakat qilaman.